Assalomu alaykum obunachilarimiz. Xudo xolasa qisqacha obzorlarni qilib beramiz. Traktor bo'yicha yengilliklarimiz bor. Anchadan beri yengillik chiqazmayotgandik. Xudo xolasa yengilliklarni qilib beramiz. Ancha skidkaga ham tushgan traktorlarimiz. 8 to'rimiz bor, mana 5 kabina, 80 ot kuchli, kompressorli pluglarimiz bor, aylanma pluglar. Reverse korobkali bo'ladi. Raspiratorlarni blokировkalari bor. Ancha qulay variantda kelgan. Buni narxiga keladigan bo'lsak, akalar, o'zi skidkamiz 15-avgustgacha edi. Mustaqillik bayramimiz munosabati bilan buni yana 10 million chegirmasini 10-sentyabrgacha cho'zdik. O'zi 130 million so'm sotilyotgandi. Hozir 120 million so'm qilib qo'ydik. Bemalol kelib, ulgurib, minib ko'rib olsanglar bo'ladi. 5 storimiz ham xuddi shunaqa. 140 million so'm edi, 130 million so'm bo'ldi. Kabinaligi. Kabina, 5 kabina hamma traktorlarimiz bor. Buni oldin ham obzor qilganmiz. Kompressorli 50 ot kuchi, 80 ot kuchini ham xuddi shunaqa varianti bor. Kabinali, konditsionerli, kompressorli. Bunga qo'shimcha aylanma pluglar, segmentli kasilkalar, rotorli kasilkalarimiz kelgan. Dori sepadigan apparatlarimiz kelgan. Besh storga keladigan bo'lsak, oldin balonlari kichkinaroq razmerda kelardi. Hozir kattalashgan, oldi ham, orqasi ham. Reduktorlari ham ancha baquvvat bo'lgan, palovoslar ham baquvvat bo'lgan. 60, 70, 76 agatlarga bemalol tushadigan. Ko'rsanglar bo'ladi. Keyin bu yoqqa oladigan bo'lsak, 100 ot kuchlarimiz kelgan, 150 ot kuchlarimiz kelgan. 90lar bor, 5 kabinalar. Ko'rsanglar bo'ladi, polni mana ichlarini ham obzor qilib ber. Kameralari bor, luklari bor. Konditsioner hamma narsasi bilan jihozlangan. Xo'p, keyin frezalarimizga kelsak, ular ham ancha skidkaga tushgan. 160 lik 12 million bo'lgan. 180 ligi ham 15 million. Mana rotorning kasilkani yig'ilgan holati, ishlatilganini ham xudo xolasa orasiga qo'shib ketamiz. Chotki holatda garantalari bilan ishlashiga garanta xudo xolasa chotki. 25 million 500 qilib beramiz buni. Xo'p, bunga aniqlik kiritadigan bo'lsak, mana 160 ligimiz bor, bunaqa varianti bor. Bunisi 12 million so'm. Yana baquvvatrog'ini so'raydigan bo'lsa, 170 ligi bor. Bu 170 ligi 14,5 million so'm. 180 ligimiz bor. 15 million so'm bu. Bular ham xuddi shunaqa garantali, reduktorlari baquvvat. Pichoqlari ham xudo xolasa uyaltirmaydi. Chotki baquvvat holatda kelgan. Bu segmentli kasilkamiz narxiga keladigan bo'lsak, ancha skidkaga tushgan. Bu zavodskoy Donfenniki bo'ladi. Buni 13,5 million so'm qilib beramiz. Boshqa joylarda 20 million, 24 million sotishayotgan narsani 13,5 million so'm skidkada bu. 8 to'rimizga ham keladigan bo'lsak, ulgurib qolinglar, xudo xolasa 120 million so'm. 10-sentyabrgacha xudo xolasa chotki narx qilib berishdi. Xo'jayinlar kelib bemalol minib ko'rib. Aylanma plugimiz 15 million so'm bo'lgan. 2+1 ham bor buni. Xohlasanglar kichkinaroq traktorga taqib 2+1 qilib ishlatsa ham bo'ladi, yechib qo'yib, 3 korpus qilib ishlatsa ham bo'ladi. Aylanma bu ham garantali, xudo xolasa uyaltirmaydi hech kimni. Bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Mana 5 kabinamizni ko'rsanglar, ancha baquvvat kelgan. Oldi mostlari ham, balonlari ham katta bo'lgan. Rasxodlari 3 litrdan 6 litrgacha. Bog'larning ichiga bemalol tomlarini yechib qo'yib,
maza qilib ishlatadigan texnika. Xudo xolasa uyaltirmaydi. 1 yil garantiyasi bor buni. Motor zadniy moz korobkani. Bemalol olib borib ishlataverasizlar, xudo xolasa. Hammasini tayyorlab qo'ydik. Hop, xuddi shuni kabinasi ham bor mana. Kabinali var 8 to'g'ri, kabina varianti ham bor mana. Bu ham xuddi shunaqa konditsioner, kamera, orqa dvornik, hamma narsasi bilan jihozlangan. 80 ot kuchli, kompressori bor. Oddiy apparat, salarga tanlamaydi. Bu ham xuddi shu 60, 70, 76 ga tushadi. Agatga bemalol to'g'rilab ishlatsa bo'ladi. Tayyor holatda antifrizlar quyilgan, moylar quyilgan. Tayyor holatda mana. 1 yil garantiyasi bor bularning hammasini. Hop, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, hamma narsa xalqimiz uchun, xudo xolasa, hammani uyida shunaqa texnikalari bo'lsin, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Hop, xudo xolasa skidkaga ulgurib qolinglar. Bundan ham yaxshi obzorlarni xudo xolasa qilamiz, yengilliklar qilamiz. Ulgurib qolinglar. Agar nomodo kam kost bo'lsa, bizning gaplarimizda, tushuntirishimizda ozgina noto'g'ri tushuntirgan bo'lsa, izohlarda fikringizni qoldirsanglar, qo'ldan kelgancha yana javob beramiz, xudo xolasa. Telefon qilsanglar ham bo'ladi, nomerlarimiz bor, bemalol ulgurib qolinglar. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa yanada yengillik qilishni davom etamiz, xudo xolasa.